Aziz tomoshabinlar, demak siz tushlikda dasturni tomosha qilyapsiz va yuqorida va'da qilganimizdek siz uchun kerakli, foydali va ogohlikka chorlovchi ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz va navbatdagi mehmonimizni sizlarga tanishtiramiz. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi kiberxavfsizlik boshqarmasi mas'ul xodimi Xurshid Umarov. Xurshid aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz avvalambor. Yaqinlashib kelayotgan kasb bayramlar, vatan himoyachilari kuni muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Hammani o'sha vatan himoyachilari kuni bayrami bilan chin yuragimizdan tabriklab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Haqiqatan ham mana shunday kasb egalari, vatan himoyachilari bor ekanki, diyorimiz tinch osuda, xalqimiz farovon yashamoqda va o'z navbatida xalqni farovonligida, ya'ni tinch xotirjamlikda mana shunday kiber jinoyatlarni bartaraf etilishi ham juda ham muhim. Vaholanki bugungi kunda kiber jinoyatchilik keng tarqaldi, ularning turlari ham, ko'rinishlari ham, to'g'rimi Xurshid aka? Mana shular haqida ma'lumot bersangiz, bugungi kunda qanday turlari keng tarqalyapti kiber jinoyatchilikni? Hozirda hammamiz yaxshi bilamizki, internet ijtimoiy tarmoqlari kundan kunga rivojlanib, fuqarolarimiz keng qamrovda foydalanish holatlari kuzatilyapti. Shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, shu aynan mana shu kiber jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarimizni kiber jinoyatchilar tuzog'iga tushib qolmaslik yoki bo'lmasa o'sha sodir etgan jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni aniqlash bo'yicha butun respublikamizda keng qamrovli ishlar olib borilyapti. Bu yerda o'sha respublikada shu bilan bir qatorda viloyatimizda ham, ya'ni barcha viloyatlarda kiber xavfsizlik boshqarmalari tashkil qilinyapti va bular xodimlarimiz o'sha xodimlar keng ko'lamda ishlarni amalga oshirib kelishyapti va shu bilan bir qatorda targ'ibot tadbirlarini ham keng qamrovli amalga oshirib kelyapmiz. Yaqinda o'sha boshqarma boshlig'imiz Turkiya davlatida bo'ldilar va ularning tajribalarini o'rganib kelib, bizlar bilan o'sha o'rtoqlashganlarida aytdilarki, boshqa davlatlar, ya'ni o'sha Turkiya davlatida ham, shu bilan bir qatorda butun dunyoda ham kiber jinoyatlarning oldini olishni eng samarali yo'li bu targ'ibot deb aytib o'tdilar. Rostdan ham fuqarolarimiz agar kiber jinoyat turlari haqida xabardor bo'lsalar, firibgarlar qay tariqa ularga hujum qilyapti, ya qanaqa usullari borligini bilsalar agar, kiber jinoyat tuzog'iga, ya'ni firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaydilar. Endi to'g'risi ko'p joylarda targ'ibot tadbirlarida ishtirok qilamiz, konsert dasturlari bo'lib qoladi. Bu yerda ham o'sha vaziyatdan foydalangan holatda targ'ibot qilishga harakat qilamiz yoki o'sha aholi gavjum joylarida borib targ'ibot tadbirlarini amalga oshirishga harakat qilamiz. Endi barcha fuqarolarda emas, ba'zan o'rtada chiqib qoladi. Bir ikkita fuqarolarimiz aytishadiki, men kiber jinoyat qurboniga aylanmayman, menga hujum bo'lmaydi, men tushunaman, men bilaman hamma narsani deb turgan holatda aynan o'sha insonning o'zi oradan bir qancha vaqt o'tmasdan turib, aynan o'sha insonning o'zi kelib ariza yozish holati bir necha marta kuzatilgan, bu masalalarga tushuntirilgan, boshqa qilingan. Shunda ham shunaqa holatlar kuzatilyapti. Endi aynan ko'p tarqalayotgan turiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirda bizga o'sha butun respublikamizning eng muammoli tarafi bu APK virusli fayllar. Hozirda Telegram ijtimoiy tarmoqlarida APK kengaytmali virusli fayllar juda ham ko'p tarqalyapti. Ya'ni bu virusli fayl qanday qilib fuqarolarimizni o'ziga jalb qilyapti? Ular sizni qiziqtiradigan mazmunda faylni nomlab yuborishyapti. Ya'ni videodagi senmi, to'yga taklifnoma, sudga chaqiruv yoki bo'lmasa o'sha bu rasmlar senikimi yoki qiziqtiradigan sarlavhalar bilan aytadi, soliqdan qarzdorlik deb keladi yoki sudga chaqiruv. Fuqarolarimiz bu mazmundagi yozuvlarni o'qigandan keyin shoshmachi bu qanaqa video ekan yoki qanaqa sud ekan, qanaqa soliq qiziqib faylni ustiga bosib ko'rishadi. Eng keyin bosganlardan keyin birinchi navbatda bu virusli fayl fuqarolarning Telegram akkauntlarini buzib kiryapti. Bundan keyin o'sha bank plastik karta ma'lumotlarini egallab, plastik kartadagi pullarni yechish holatlari kuzatilyapti. Endi nima uchun fuqarolarimiz yana bu narsaga ishonib qolishyapti? Birinchi navbatda o'sha APK virusli faylni bosgan fuqaromiz Telegram
Zomber, ya'ni Telegram buzib kirilyapti va o'sha Telegram orqali o'sha shaxs nomidan uni yaqinlariga o'sha SMS, ya'ni o'sha APK fayl yuborilyapti. Keyin bu meni yaqinimdan kelgan, tanishimdan kelgan deb fuqarolarimiz buni qiziqib bosib ochib ko'rishyapti. Shuning uchun fuqarolardan iltimos qilgan bo'lar edik. Hurmatli tinglovchilar, tomoshabinlar, e'tiborli bo'lishimiz kerak. Sizga kelgan har qanaqa faylni o'rganib, bu kim tomonidan yuborilyapti, o'sha odam sizga fayl yuborishi kerak edimi o'zi aslida, agar aslida fayl yuborishi kerak bo'lmaganida undan so'rab yoki bo'lmasa o'sha faylni eng oxiridagi kengaytmasiga, ya'ni .apk yozuviga e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi agar vaqtimiz bo'lsa, navbatdagilarni aytib ketaveramiz. Bundan tashqari hozir bo'lyapti, internetda pulingni ko'paytirib beraman, oson pul topishni o'rgataman, uydan o'tirib pul ishlaysan, tez daromadga chiqasan, pulingni 2 baravar qilib ko'paytirasan mazmunidagi reklamalar, videolar yoki bo'lmasa har xil mazmundagi yozuvlar ko'p tarqalyapti. Bu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zi xalqimizda bir gap bor, tekin pishloq albatta qopqonda bo'ladi degan gap bor. Lekin ba'zi bir fuqarolarimiz bu narsaga e'tibor qilishmayapti. To'g'rirog'i pulga qiziqib va xohlanki mana shu holatlarga to'g'ri pulingizni ko'paytirib beraman, boshqa degan holatlarda yoki senga yutuqli o'yin chiqdi degan holatlarga hattoki o'sha o'qimishli odamlar ham ishonib qolyapti-da, xuddi shunday bo'lyapti. Aynan shunaqa holatlar kuzatilyapti. Esdan chiqarmanglar, hurmatli tomoshabinlar, hech qachon sizga internet ijtimoiy tarmoqlarda begona shaxs, ya'ni biron kishi sizga pulingizni ko'paytirib bermaydi va bunaqa akkauntlar, bunaqa shaxslar mavjud emas. Bu narsalarga ishonmaslik kerak. Keyin sovrinli yutuq chiqdi, mana hozir aytib o'tdingiz. Bunisini ham albatta aytib ketishimiz kerak. Telefon yutib olding, avtomashina yutib olding. Telefonni senga yetkazib berishimiz uchun dastavka to'lov, ya'ni o'sha yetkazib berish xizmat to'lovlarini to'lashing kerak yoki bo'lmasa avtomashinani yetkazib berishning boshlang'ich to'lovini to'lashing kerak. Mazmunida fuqarolardan pul undirilishga harakat qilinyapti. Bu narsalarga aslo ishonmasliklaringizni so'rab qolgan bo'lar edik. Albatta, bugungi kunda Xurshid aka, mana bu yerda menimcha bu nima bu? Aynan o'sha hozir buni tushuntirib beradigan bo'lsam, biz hozir barcha joylarda o'sha targ'ibot tadbirlarini amalga oshiryapmiz va fuqarolarimizga tushunarli bo'lish uchun shunaqa tarzda bannerlarni ko'chalarda, aholi gavjum joylarga joylashtirib, yopishtirib ketyapmiz. Ya'ni fuqarolarimiz o'sha bo'sh vaqt yoki bo'lsa ko'zi tushib, qiziqib, kelib nimaligi haqida o'qib ketadiganingizda aynan bu yerda eng ko'p tarqalayotgan firibgarlik turlari keltirib o'tilgan. Shularni bir o'qib ko'rishlarini hozir deyarli barcha aholi gavjum joylarga, kafe, restoranlar ham qolmayapti, barchasiga shu bannerlardan yoki bo'lmasa o'sha tarqatma materiallarimizni tarqatib boryapmiz, o'sha fuqarolarimiz ogoh bo'lishi uchun. Albatta bu targ'ibot ishlari o'z samarasini ko'rsatyapti va bugun bemalol ayta olishimiz mumkinki 90% aholi, balki ko'proqdir, APK formatni ochmaslik kerakligini allaqachon tushunib yetishdi, lekin buni firibgarlar ham allaqachon tushunib yetishdi. Bitta narsa fosh bo'lgandan keyin ikkinchisini o'ylab topishadi baribir, to'g'rimi? Masalan, bugungi kunda sun'iy intellekt rivojlanyapti. Turli bir mansabdor yoki davlat maqomidagi o'sha shaxslarni rasmlarini olib, ovozlarini olib, qanaqadir bir soxtalashtirib, chunki yaqinda mana o'sha Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Ulug'bek Shukurlayev bilan bitta lavhani tayyorladikki, o'sha ijtimoiy tarmoqdan boshqa kishini suratlarini olib, o'sha tizimga taalluqli bo'lgan odamlarga o'sha qanaqadir xizmat nimasi bilan 8 million pulni o'zlashtirish holati. Mana shunday holatlarda odamlar nima qilish kerak? Ya'ni o'ziga tanish bo'lgan shaxsni qiyofasi orqali yoki rasmlari orqali akkaunt ochib, men shu odamman, men rahbaringman yoki men tuzilmani yuqorisidagi odamman deb qo'sh tirnoq ichidagi soxta rahbarlar chiqib qolsa, qanday harakat qilish kerak odamlar? Hozir xuddi siz aytgan holatni misol tariqasida aytib o'tdingiz. Rostdan ham ko'payapti bu holatlar. Aynan bitta profilda, bitta hududni, masalan, institut yoki universitetda ishlaydigan bitta o'qituvchini
nimasini yoki prorektor yoki rektor rasmidan foydalanib soxta akkauntlar ochilyapti, o'qituvchilardan pul so'rash holatlari ko'p kuzatilyapti va pul so'ralgandan keyin bank kartasini ham birga jo'natyapti. Ishongan, ya'ni nima qilgan odam pullarini tashlab beryapti. Endi bitta narsani iltimos qilgan bo'lardik, masalan, o'zingizdan misol qilib so'raydigan bo'lsam, siz kimdandir agar qarz so'ramoqchi bo'lsangiz, sizga qanaqadir pul kerak bo'lsa, menimcha Telegram orqali, SMS orqali so'ramaysiz. O'zi qarz so'rayotgan payt bir xijolat bilan so'raysiz. Unda ham telefon qilib, vaziyatingizni tushuntirib, shunaqa holat bo'ldi, pul berish so'rayman deb, endi baribir so'raladi. Telegram orqali masalan o'zim bunaqa holatga duch kelmaganman. Mantiqan to'g'ri emas, internet orqali pul so'ralishi boshqasi. Shuning uchun sizga kelgan har qanaqa xabarni sinchiklik bilan o'rganing. Bu pul albatta sizni cho'ntagingizdan chiqayotgan pul. Siz cho'ntagingizdan chiqayotgan pulga o'zingiz e'tiborli bo'lishingiz kerak va o'sha odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, yuqori turib o'sha rahbaringiz bo'ladimi yoki bo'lmasa tanish odamingiz bo'ladimi, telefon qilib so'rash kerak albatta. Rostdan senga shunaqa holat bo'ldimi? Rostdan sen so'rayapsanmi shu pulni? Chunki hozirgi vaziyat shuni taqozo qiladi. Endi tortinish boshqa bo'ladi deganlar ham bo'lishi mumkin, lekin hozirgi vaziyat shu narsani taqozo qilyapti va so'rashimiz kerak telefon qilib albatta. Albatta, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nafaqat kiberjinoyatchilik, balki umuman jinoyatni qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar jinoyatchilikka qarshi kurashish bu faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarini emas, butun bir jamoatchilikning burchi, vazifasi bo'lishi kerak. To'g'rimi? Shunday. Ana endi hozir albatta bu targ'ibot tadbirlarini nafaqat ichki ishlar xodimi o'tkazishi emas, balki barcha tashkilotlar, kim katta auditoriya bilan shug'ullanadi, albatta o'zini xodimlariga yoki o'zini qo'l ostidagi odamlarga yoki o'zimizni oddiy oilani rahbarlari ham bo'ladi, ota-onalari, farzandlariga shu narsani yetkazib qo'yishlari kerak. Kim eshityapti, o'zi agar o'sha yerda eshitayotgan auditoriya har biri borib o'zidan jo'rasiga yoki o'rtog'iga, dugonasiga yoki bitta shaxsga aytsa ham, bitta fuqaroga, u ham borib yana bitta fuqaroga shu ma'lumotlarni yetkazsa, jamiki bilingki, o'zidan o'zi auditoriya kengayib boraveradi. Bu albatta ularning o'zining cho'ntagiga foyda bo'ladi. Yana bitta muammoli taraf bor, hozir ko'p bo'lyapti. Xabaringiz bor, hozirda juda ham o'sha tijorat banklari ochilyapti yangidan-yangi va bu tijorat banklari tomonidan fuqarolarimizga qulayliklar, yengilliklar yaratish maqsadida har xil o'zini kredit limitlari yaratilib ochib qo'yilgan. Hozirda ham onlayn kredit olish imkoniyatlari bo'lyapti. Fuqarolarimiz hozirda o'sha past foizli kredit rasmiylashtirishga ishonib, senga men o'sha uzumdagi yoki bo'lmasa boshqa bir bankdagi limitingni olib beraman, naqdlashtirib beraman mazmunidagi reklamalarga ishonib, o'zini limitini, ya'ni o'zini pulini olib firibgarga tashlab berish holati kuzatilyapti. Bu limit degan narsa, bu kredit. Bu pulni albatta to'lash kerak. Bu pulni shunchaki olib ishlatib yuboriladigan narsa emas, bu kredit sifatida beriladigan narsa. Lekin fuqarolar bu narsaga e'tibor qilmayapti. Sizga hech kim bunaqa limitingizni yoki kreditingizni imkoniyat bermaydi. Bunaqa narsalarni naqdlashtirib bermaydi. Albatta. Keyin past foizli kredit degan narsalarga ishonib, yana rasmiylashtirib berish holatlari kuzatilyapti. O'z fuqaro o'z qo'li bilan identifikatsiyadan o'tyapti, kreditga ariza topshiryapti, bank telefon qilib so'raganda, "Ha, kreditni o'zim olyapman" deyapti, lekin foizdan xabari yo'q. Bo'ylayapti. Menga 2% kredit chiqyapti yoki 5% kredit chiqyapti deb shu narsalarni qilyapti. Bilishimiz kerakki, banklarning o'zini limitlari, ya'ni o'zini belgilangan tartiblari bor. O'sha normadan chiqqan holatda sizga kredit ajratilmaydi. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar qanaqadir imtiyozlar beriladigan bo'lsa, banklarning rasmiy saytlarida albatta e'lon qilinadi. Agar shunda ham ishonmasangiz, ishonch raqamlariga telefon qilib so'raganimiz yaxshi. Keyin internet do'konlaridan mahsulot xarid qilayotgan vaqtimizda to'lovni oldindan amalga oshirmaslikka, onlayn do'konlardan mahsulot xarid qilayotgan vaqtimizda to'lovni oldindan amalga oshirmaslikka harakat qilishimiz kerak. Chunki soxta ilovalar, soxta saytlar, akkauntlar ko'payapti va fuqarolarga tovar, o'sha mahsulotni yetkazib berishdan oldin pulini so'rashyapti. Oldindan pulini tashlab ber deyish holatlari kuzatilyapti. Mahsulotni qo'lingizga olgandan keyin to'lovni amalga oshirsangiz maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Xurshid aka, bugungi samimiy va juda ham bir foydali bo'lgan ma'lumotlar uchun tashakkur. O'ylaymizki, keyingi dasturlarimizda ham mana shu
shu siz aytganingizdek targ'ibot ko'p bo'laversa, albatta bu narsalarni oldi olinadi. Tashrif uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Samimiy suhbat uchun ham rahmat. Aziz tomoshabinlar, demak bizda qisqa tanaffus, birozdan keyin albatta yana go'zal qo'shiqlar, jonli ijrolarni sizlarga taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Hozir esa bizda go'zal klip taqdimoti. Birozdan keyin yana sizlar bilan ko'rishamiz.